Buni anlagan xodimlar tezlikda sirtga qarab yuguraydi. Ammo yana bir qadam kechikkan edi. Tuyuqsiz g'oyat zo'r bir maxluq chiqib, ularning oldini to'raydi. Bu maxluq dal bular uzundan yoki yetishtirayotgan vahshiy tiranozavr edi. Ular davomli kayniga burilib qochgan bo'lsa-mu, ularning orasidagi biraylan tiranozavrning tunji g'izosiga aylanib ketdi. Yana bir xodim bo'lsa, jonni qutuldirish uchun qoidaga xilop oldi qafasning eshigini yechib qochib ketadi. Ovunma kayindan yetish bilan chiqadi. Ammo eshik yepilg'uchi bo'lgan orliqda tiranozavrmi o'sib chiqib ketadi. Kallasi ishlagan ovun darhol mashinaning ostiga mo'kinib oldi. Tiranozavr mashinaning kayniga mo'kib olgan semizning hidini purab qilib, uni hamla qilib yebitdi. Ahvolni ko'rgan ovun darhol mashinaning kablosini teshib, badanini yiqilg'u bilan o'l qiladi. Bu orqali badanning hidini yo'shirmoqchi bo'ladi. Degandek ovunning bu amali koriq kelib, hech nimani purab topolmagan tiranozavr ketib qoladi. Bog'chining xo'jayini ahvoldan xabar topgandan keyin sayohatchilarni vaqtincha tarqoqlashtirmay, avval odam avatib qochib ketgan tiranozavrni izlab topmoqchi bo'ladi. Shunisi aniqki, xo'jayin bu tiranozavrni sal chaqlab qolgan edi. Uzun barmay izlash atirti tiranozavrning tenidagi o'rin belgilash uskundan signal bergan joyga yetib keladi. Ammo ularning topqini bo'lsa, tiranozavrining bir parcha go'shi edi. Dal shu vaqtda hammaylar daraxt yo'pirmoqlarining boshqacha shildirlayotganligini his qiladi. Aslida izlash atirti tiranozavrning qo'ziga tushgan edi. U insonlarga o'xshash fikr qilishni o'rganib olgan edi. Atrit boshlig'ini tiranozavr dastlab mejivatdi. Qolganlar har xil hujumlarga o'tgan bo'lsa-mu, hech qaysi koriq kelmagan edi. Insonlar bu g'oyat zo'r maxluq oldida amalsiz qolgan edi. Bu ahvollarni ko'rgan bog'chi xo'jayini ondan ahvolning jiddiylashganligini his qilib, bog'chidagi barliq faoliyatlarini to'xtatib, sayohatchilarni tarqoqlashtirishga buyurdi. O'zi bo'lsa tikucharni haydab tiranozavrning piyiga tushdi. U diski quruqtilib qolguchi tiranozavrni o'q tutgan bo'lsa-mu, hech qanday natijaga erisha olmaydi. Aksicha tiranozavrining aynakni chiqib usib kirib, nurg'unlagan uchar qanotlarining sirtqa qechib ketishiga sababchi bo'lib qoladi. Haqiqiy ofat. Endi bosh bog'chidagi odamlar g'emi yo'q o'yinning payzini suryapti. O'zlariga yaqinlab kelayotgan xalqlardanmi qilchimi xabarsiz edi. Tuyuqsiz osmondagi top-top kelayotgan uchar qanotlarni ko'rgan odamlar gangrab qolgan edi. Uchar qanotlar bo'lsa, ishlar to'piga hujum qilishga boshladi. Bog'chi birdamda qalayimqillashdi. Sayohatchilar taraf-taraflarga qechib yo'shinmoqchi edi. Bu yo'shinishga ulgurmagan xodimlar uchar qanotlar tarafidan qappini qilib elib ketildi. Xuddi o'g'loqlatgandek ig'izdan ig'izga bu xonimni talishib, oxiri suvga tashlab etdi. Bu chog'da suv ichidan g'oyat zo'r bir og'iz chiqib, bu ayol bilan uchar qanotni hamla qilib yevatdi. Ammo cho'ng avorchilik bu suv ichidagi maxluq bo'lib qolmasdan, balki qechib yurgan tiranozavr edi. Izlash atirti ovunga boshqa yetishtirilgan dinozavrlar orqali tiranozavrni tepib chiqish to'g'riliq fikr berdi. Shuning bilan dinozavrlar va odamlardan tuzilgan bu izlash atirti yo'lga chiqadi. Bu dinozavrlar ovunning gibi kiratdi. Natijada tezlikda tiranozavrni tepib chiqadi. Ammo o'ylamagan yerdan tiranozavr bu dinozavrlarni o'ziga moyil qilib, izlash atirtilarga qaytarma hujum qo'ydi. Tiranozavr bo'lsa, bu fursatdan foydalanib qochib ketadi. Natijada ko'p qism odamlar dinozavrlar tarafidan ziyonkashlikka uchrab, ovun va bir qanchaylan qo'rshovda qoladi. Holqilik paytda ovun qo'lidagi Qur'onni tashlab, o'zi beqib yetishtirgan dinozavrga badan harakati bilan samimiyatini bildirdi. Darvaqa, bu dinozavr o'zini beqib cho'ng qilgan ovunni unutib qolmagan edi. To'taylan oxir deb xotirjam bo'lishdi. Ammo tuyuqsiz tiranozavr bu yerga yetib kelgan edi. Bu qitim dinozavrlar ovunni tiranozavrning hujumidan saqlash uchun uningga itilishga boshladi. To'taylan bu fursatdan foydalanib qochib ketdi. Ammo bu kichik dinozavrlar tiranozavrga tengilanmaydi. Lisa xatarga tavakkul qilib, yana bir qafasdagi tiranozavrni qo'yib berdi. Bir taqqa ikki yo'l sig'maydi degandek, bu ikki tiranozavr bir-biri bilan kirishishga boshlaydi. Natijada yanla u vahshiy bo'lgan tiranozavr yengib chiqadi. Dal mush paytda bir dinozavr etilib chiqib, tiranozavrning bo'ynidan tishlaydi. Oyamqa ilishda yetib qolgan tiranozavrmi qayta hujum qo'ydi. Uchaylan qattiq ilishayotgan bu mezgilda suvdan chiqqan maxluq tiranozavrni tishlab tashlaydi va suvga so'rab akirib ketadi. Darvaqa, bu ozuqlik zanjirda mutlaq ustunlikni egallagan birisi yo'q edi.